Xo'p, exponent radicals mavzusini davom ettiradigan bo'lsak, xo'p, 9-misolda aytayaptiki, xo'p, ildiz ostida x ko'paygan, xo'p, ildiz ostida x teng x tangiz bo'lsa, xo'p, a ning qiymati nimaga teng bo'ladi deyapti. Birinchi holatda biz ishni mana bu yerdan boshlashimiz kerak. Ildiz ostida x ko'paygan ildiz ostida x ni, xo'p, soddalashtirib olishimiz kerak birinchi. Ketdi. Kichkina ildizdan boshlaymiz. Ildizni darajaga ko'taramiz. Ildiz ostida x ni ko'paytiramiz. X ni 1 taqsim 2 darajasiga desak to'g'ri bo'ladi. Ildizni davom ettiramiz. Qaranglar. Hop, asoslari bir xil, o'rta ko'paytma bo'lganligi uchun darajalar qo'shilib ketish kerak. Ildiz ostida x ni 3 taqsim 4-darajasi. Mana bu yerda ham ildiz darajasi 2 bo'ladi. Buni ham daraja ko'rinishi o'tadi. Uzr. Mana bu yer 2 bo'ladi. Hop, mana bu yer ham 2 bo'ladi-da. Hop, endi katta ildizni ham darajaga ko'taradigan bo'lsak, x ni 3 taqsim 4-si bo'ladi. Hop. Shunda hop. E'tibor bersanglar, mana bu yer soddalashdi. O'rniga biz x ni 3 taqsim 4-darajasini qo'ysak, bu teng bo'ladi x ni a-darajasiga. Tenglamada ikki tarafning asoslari bir xil bo'lganligi uchun tashlab yuboramiz. O'z-o'zi tashlab yuborib darajasini tenglaymiz. O'z-o'zidan a-imiz 3 taqsim 4 ga teng bo'ladi. Bu javob bizda B varianti turibdi. Keyingisi 10-savolda aytayaptiki, hop, agar x a darajasi ko'paygan bo'lsa, darajasi x 30-darajasiga teng bo'lsa, x larimiz 1 dan katta, a plus b imiz 5 ga teng bo'lsa, s ning qiymatini toping. To'g'ri raqam nima deydi? Ketdi. Bizda ishlashni doimgidek asosiy joydan boshlaymiz. X ni a ko'paygan s ko'paygan b s darajasi, bu teng bo'ladi x ni 30-darajasiga deyapti. Bu holatda xato qo'yganman-ku, mana bu yerda x edi. Hop. Asoslari bir xil, o'rta ko'paytma bo'lganligi uchun darajalarini qo'shib olsak, bitta asosda x a ko'paygan s plus b ko'paygan s teng bo'ladi x ni 30-darajasiga. Tenglamada ikki taraflari bir xil, asoslari bir xil bo'lganligi uchun tashlab yuborsak asoslarini va darajalarini tenglaydigan bo'lsak, a s plus b s teng 30 ga. Endi mana bu yerda ikki tarafda bir xil sonlar bo'lganligi uchun biz s ni guruhlash qilib yuborishimiz mumkin. S ko'paygan a plus b. Bu teng bo'ladi 30 ga. Demak, a plus b imiz bizda bu yerda aytgan 5 ga teng deb, s ko'paygan 5 teng 30. Endi biz o'z-o'zidan s imiz 6 chiqadi. Sababi 6 kare 5 30. Demak, s variantimiz to'g'ri chiqdi. Keyingi savolda aytayaptiki, agar 4 n plus 3-si teng 8 n plus 5-siga bo'lsa, n ning qiymatini toping deyapti. Qaranglar, biz birinchi navbatda asoslarni bir xil qilishdan boshlashimiz kerak ishni. Ya'ni 4 bilan 8 ning asosini bir xil qilishimiz uchun qaysidir sonni darajasi ko'rinishida yozishimiz kerak. Ikkalasini ham biz 2 ni darajasi ko'rinishida yozib olsak bo'ladi. Ya'ni 4 ni biz 2 ni kvadrati yozib olamiz. Uni 2 ta n plus 3-si. Hop, bu ham teng bo'ladi 8 ni, hop, 2 ni 3-darajasini n plus 5-si deb olsak bo'ladi. Endi darajaning darajasi bo'lganligi uchun buni darajasi katta darajaga ko'payib ketadigan bo'lsa, 2 ni 4 ta n plus 6-si teng bo'ladi. Hop, 2 ni 3 ta n plus 15-darajasiga bo'ladi. Qaranglar, asoslari bir xil bo'ldimi? Tenglamada asoslar bir xil bo'lsa, asoslarni tashlab yuborib, darajasini o'zini tenglasak bo'ladi.
Shunda 4 ta n plus 6 teng 3 ta n plus 15 bo'lib qoladi. N'larni bir tarafga, ozod sonlarni bir tarafga yig'adigan bo'lsak, 4 ta n'dan 3 ta n'ni ayirsak n teng 15 dan 6 ni ayirsak 9. Demak, n'imiz 9 ga teng bo'ladi. Bu javobimiz D varianti turibdi. Keyingisi aytyapti, which of the following is equal to this. Hop, qaranglar. Minus 2 ni 5 taqsim 3 darajasi, mana bu darajada turibdi. Nimaga teng deb savol bersa, e'tibor beringlar. Darajada ildiz kasr turibdimi? Demak, buni ildiz ko'rinishga to'g'rilishimiz kerak. Qanday desanglar, darajadagi kasrning mahraji bu ildizning darajasi bo'lishi kerak. Ya'ni mana bu 3 ildizning darajasi. Xo'p, shunda minus 2 ni umumiy 5-si. Surati esa sonning o'zining darajasiga tegishli bo'ladi. Xo'p, shu daraja xossalariga doir mavzu ham qo'yaman. Xudo xolasa, uni ham ko'rib olsak yaxshi ketadi. Bu holatda qaranglar, ildizning darajasi ham 2 ni ham darajasi toq bo'lganligi uchun biz tashqariga minusni chiqarib yuborsak bo'ladi. Minus kub ildiz ostida 2 ni 5-si. Qaranglar, 2 ni 5-sini biz shunaqangi ajratishimiz kerak. Qarang. Kub ildiz ostida minus 2 ni 5-sini hop 2 ni kubi plus to'g'ri. 2 ni 3 plus 2-si desak bo'ladi. Darajada plus turgan bo'lsa, u asosda ko'paytmaga teng bo'ladi. 2 ni kubi ko'paygan 2 ni kvadrati teng. Alohida ildiz bundan alohida kub ildiz olsak, hop, birinchisidan 2 ni o'zi chiqadi, ikkinchisidan kub ildiz ostida 4 bo'lib qoladi. To'g'ri chiqmaydi. Javob -2 kub ildiz ostida 4 degan javobimiz bo'lishi kerak. Hop, A variantda turibdi. A variant to'g'ri bo'lar ekan, to'g'ri. Hop, keyingisi aytayaptiki, agar 2 ni x plus 3-darajasi teng minus 2 ni x-si teng k ko'paygan, mana bu yerda ko'paytma bor. Hop, 2 ni x-darajasi bo'lsa, k ni qiymatini toping deyapti. Hop, buni ham hop qiyin emas asli. Qaranglar. 2 ni x plus 3-darajasi minus 2 ni x-darajasi teng deyapti k ko'paygan 2 ni x-darajasiga. Qaranglar, biz birinchi mana tarafni soddalashtirib olishimiz kerak. Ya'ni darajada yig'indi bo'lsa, asosda ko'paytma bo'ladi-da u. 2 ni x-si ko'paygan 2 ni kub bo'lib qoladi. Minus 2 ni x-si teng k ko'paygan 2 ni x-si. Qaranglar. Bu tarafidan 2 ni x-sini guruhlash qiladigan bo'lsak, 2 ni x-si ko'paygan 2 ni kubi 8 minus 1 teng hop k ko'paygan 2 ni x-si. Ikki tarafni ham 2 ni x darajasiga bo'lib yuborsam, mana ular qisqarib ketib, k-imiz teng bo'ladi. 8 dan 1 ni ayiradigan bo'lsak, bu 7 ga. K-imiz 7 ga to'g'ri kelar ekan. C javobga to'g'ri keladi. Keyingisi, agar 5 ni kubini 4 k darajasi teng bo'lsa, 5 ni 1 taqsim 3-sini 24-siga teng bo'lsa, k ni qiymatini toping deyapti. Xo'p, bu holatda ham ketdi. 5 ni kubini 4 k bo'ladigan bo'lsa, hop, bu teng bo'ladi 5 ni 1 taqsim 3-sini 24-darajasi. Hop, buni soddalashtiradigan bo'lsak, darajaning darajasi o'zgarligi uchun darajalar ko'payib ketadi. 5 ni 12 ta k-si teng. Mana holat ham darajalar ko'payib ketsa, 3 bilan 24 qisqarib ketadi. 5 ni 6-si qoladi. Tenglamada asoslari bir xil bo'lgani uchun tashlab yuboramiz. Shu
Shunda 12 ta k teng 6 ga k'imiz o'zidan tutqizib yuborsak 6 taqsim 12 yokida 1 taqsim 2 yoki 0,5. 1 taqsim 2 degan javob voy. Ozgina adashibman-ku. Mana bu yer 8 bo'lish kerak edi. Men 4 ga bo'lib yuboribman. 8 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer ham bizda 8 bo'ladi. Tengi bor. Mana bu yer ham 8 bo'lsa, hop shu mahajani 4 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, hop 2 taqsim 3 degan javob bo'lish kerak ekan. Bir javobga to'g'ri keladi ekan. Uzr, ozgina xato qilib qo'ydim. Just the following sequence for all positive value of x where a, b are positive integers. Quyidagilardan qaysi biri hop aytyapti x ni hop 2 ta a taqsim b x ni 2 ta a taqsim b darajasiga shulardan qaysi biri teng deyapti. Oddiy, qarang. Bu yerda darajada kasr turibdimi? Demak, kasrning mahraji bizda ildizning darajasiga to'g'ri kelib qoladi. Ildizning darajasi b bo'lgan, x ni surat esa x ning darajasi, ya'ni x ning 2 ta a darajasi bo'ladi. Shu javob bormi? Bu javob b da turibdi. Xo'p. Keyingisi 16-si aytayaptiki, hop x kvadrat ko'paygan y kubi teng 10 ga bo'lsa va x kubi y kvadrat 8 ga teng bo'lsa, hop x 5-si y 5-si nimaga teng bo'ladi? Ha, bo'pti. Qaranglar. X kvadrat ko'paygan y kubi teng 10. X kubi y ni kvadrati teng 8 bo'lsa, bizdan shuni so'rayapti. Nima qilsa bo'ladi desalar, shu sistemani ko'paytirib yuborsam, nima deysa? Ko'paytirsak, hop, xato qoladi. X ni kvadrati ko'paygan x ni kubi ko'paygan y ni kubi ko'paygan y ni kvadrati teng 80. Bular asosda bir xil o'rta ko'paytirilganligi uchun darajalarni qo'shib borsak bo'ladi. Ya'ni x ni 5-si ko'paygan. Mana bu yerda ham daraja asosda bir xil o'rta ko'paytirilganligi uchun darajasini qo'shib borsam, y ni 5-si teng 80. Mana bizdan so'rayotganda x ni 5-si, y ni 5-si nimaga teng bo'ladi deydi. Bizda 80 ga to'g'ri kelib qolar ekan. Ya'ni D javob bo'lib qoladi. Xo'p, shu holat